Avvalo videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki Avtomashina Channel sizga avtomobillar, tijorat transportlari va yangi texnologiyalar haqida eng ishonchli va qiziqarli ma'lumotlarni yetkazib beradi. Bugungi videoda biz Hyundai Porter Smallbed modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil kichik biznes, shahar ichidagi yuk tashish va kundalik tijorat ehtiyojlari uchun juda mashhur hisoblanadi. Avtomashina Channel doimiy ravishda amaliy, foydali va real tajribaga asoslangan sharhlar bilan sizni xabardor qilib boradi. Hyundai Porter Smallbed tashqi ko'rinishi jihatidan ixcham va funksional dizaynga ega bo'lib, tor ko'chalarda va gavjum shaharlarda oson harakatlanish uchun mo'ljallangan. Old qismi sodda, ammo mustahkam tuzilishga ega bo'lib, yuk mashinasiga xos kuchli obrazni beradi. Kichik yuk platformasi yuklarni tartibli joylashtirishga qulay bo'lib, kundalik yuk tashish ishlarini tez va samarali bajarishga yordam beradi. Kuzov materiali mustahkamligi bilan ajralib turadi va uzoq muddatli foydalanishga moslangan. Dvigatel qismi Hyundai Porter Smallbedning eng muhim jihatlaridan biridir. Ushbu model odatda tejamkor dizel dvigatel bilan jihozlanadi. U kam yoqilgi sarfi bilan yetarli quvvatni ta'minlaydi. Shahar ichida tez-tez to'xtab yurish sharoitida ham dvigatel barqaror ishlaydi va yuk bilan harakatlanishda ishonchli natija ko'rsatadi. Transmissiya silliq ishlashi sababli haydovchi uzoq masofalarda ham charchoqni kam his qiladi. Salon qismi amaliy va qulay tarzda ishlab chiqilgan. O'rindiqlar ergonomik shaklga ega bo'lib, haydovchi uchun yaxshi ko'rish burchagini ta'minlaydi. Asboblar paneli sodda, tushunarli va muhim ko'rsatkichlar aniq ko'rinadi. Konditsioner, isitish tizimi va multimedia imkoniyatlari kundalik ish jarayonini yanada qulay qiladi. Ichki makonda mustahkam materiallardan foydalanilgan bo'lib, ular tez eskirib ketmaydi. Xavfsizlik masalasida Hyundai Porter Smallbed o'z sinfi uchun yetarli funksiyalarni taklif qildi. Shuningdek, ekologik talablar nuqtai nazaridan ham ushbu model zamonaviy standartlarga mos keladi. Dizel dvigatelining samarali ishlashi chiqindi gazlarni nisbatan kamaytirishga yordam beradi. Bu esa nafaqat atrof-muhit uchun, balki shahar ichida ishlash uchun ham muhim hisoblanadi. Foydalanuvchilar tomonidan berilgan fikrlar ham asosan ijobiy bo'lib, qulaylik va tejamkorlik tez-tez tilga olinadi. Kundalik ishda avtomobilning kam nosozlik bilan ishlashi haydovchining vaqtini tejaydi va daromadni oshiradi. Shu jihatdan Porter uzoq muddatli sarmoya sifatida ham foydali hisoblanadi. Kichik biznes egalari uchun bu juda muhim afzallikdir. Ayniqsa yangi ish boshlayotgan tadbirkorlar uchun xavfsiz va sinovdan o'tgan transport vositasi katta yordam beradi. Bu model ko'p yillik tajribaga ega va bozorda o'z o'rnini mustahkamlagan, foydalanuvchilar ishonchini qozongan va mashhurligini saqlab kelmoqda. Turli bozorlarda talab yuqori va barqaror savdoga ega bo'lib kelmoqda va tanlov sifatida tavsiya etiladi va ma'qullanadi keng doirada. Xulosa qilib aytganda, Hyundai Porter Smallbed tejamkorlik, ishonchlilik va amaliylikni birlashtirgan kichik yuk mashinasidir. U shahar sharoitida ishlovchi biznes egalari uchun juda qulay yechim bo'lib, kundalik yuk tashish vazifalarini osonlashtiradi. Agar siz ham avtomobillar va tijorat transportlari haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, Avtomashina Channelni qo'llab-quvvatlang va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling.